G'uzor tumanida Zangiota kelib qo'ylar boqqan ekan. Bular ma'lumotlar haqida eshitgandan keyin kelib, qayerlarda o'zi qo'ylar boqqan Zangiota, Toshkentdan kelib, shunday olim odam deb qidirib keldi va bu manzilni topdim. Bu G'uzor tumanining Cho'michli qishlog'i. Shunday. Domla, bu qanday ma'lumotlar bor Zangiota haqida? Avvalambor assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mana Akmaljon Farg'ona viloyatidan kelib shu qadimiy qishloqlar haqida hujjatli film qilaman deb niyat qilgan ekan. Mana shu hozir shu masalada yuribdi. Aziz O'zbekiston xalqi, mana Zangiota degan hozir bizlar ramziy ma'nodagi Zangiotaning qabrlarida turibmiz. Mana ramziy ma'noda bu yerga qabr qilingan. Asosan Zangiotaning o'zlari hamma biladi, butun o'zbek xalqi biladi, musulmon ahli biladi. U kishining asosiy qabrlari Toshkentda, Zangiota tumanida. Bu kishini ham bir necha marta borib ziyorat qilishga to'g'ri kelgan, ziyorat qilganmiz. U kishi asli Toshkent viloyatidan bu yerlarga mol boqib kelgan. Mol boqib kelgan va shu mollarni cho'ponlik qilgan. U kishi endi karomatgo'y sohiblari bo'ladi. Hozir mana bu tomonga boramiz. U kishini ba'zi nimalarda, manbalarda keltirishi bo'yicha shu Zangiota boyagi mollari chanqab nima bo'lgan paytlarda shu yerdan Xudodan so'rab shu tayoqlarni tiqqan joydan buloq chiqib shu mollari suv ichgan degan ma'lumotlar bor. Biz endi bu qanchalik rivoyatlar bu ota-bobomizdan qolgan rivoyatlarda bular. Shuni bizlargacha yetib kelgan. Bizlar hozir shu haqda shuni ozgina nima qilyapmiz. Mana shu hozir ramziy ma'nodagi bizlar shu yerga kelib nima qilib turamiz. Demak, Toshkentdan qo'ylarni Sirdaryo, Jizzax orqali haydab shu yerga kelib qanchadir muddat boqqan? Oymi, yilmi ma'lumot bormi? Yo'q, endi u kishini endi yillab boqqan deyishadi. Sovuq tusha boshlagandan keyin yana Toshkent tarafga qaytib ketgan, yana bahor oylarida haydab kelavergan, keyin bu yerlarda endi juda yaylov bo'lgan bu yerlar. Mana hozir ko'rinib turibdi. Hozir keyingi syomkalarga agar nima qiladigan bo'lsangiz, mana qirlarni ko'rasiz, daryolarni ko'rasiz. Ular to'xtalmay qo'yaveramiz. U yerda turib alohida gapiraveramiz. Mayt haqida faqat Zangiota. Shu ko'rina o'zi hammasi aniq bo'ladi. Shu yaylov bo'lganligi uchun bu yerlarga juda katta yaylov bo'lganda, bu atroflar aholi yashamagan bu paytlarda. O'shaning uchun shu yerga kelib mol boqib, bemalol mollarini o'tlatib ketgan. Bu ziyoratgoh qachon bunaqa chiroyli qilib qilingan, ta'mirlanib? 2007-yili ta'mirlandi. 2007-yili mana shu maqbara qilib ta'mirlandi. Xalq tomonidan. Xalq tomonidan, hashar yo'li bilan. Keyin bir ulug' hoji bobolarimiz bor edi, Shahar bobo Jo'rayev degan, o'sha insonni boshchiligida mana shu maqbara bunyod qilingan, keyin qilib bergan.